أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Şeyh Said Ahmed Balambori rahimahullah yazgan Mabadiul Usul namliq. Bu yanıda usul sahasiga, usul fiqh sahasiga qadam olgan o'quvchilar uchun tayyorlangan ve Usul Şaşi degan kitobniki muqaddimasi hisoblanadigan. Bu usul kitobimizniki ikkinchi mabhas Sünnetur Rasul. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti haqida. Yani delil-i şer'inin ikkinchisi bo'lgan. Şeriatning delilining ikkinchisi sünnet deliliga keldik. Endi biz bu kitobimizni boshlagan vaqtimizda usul fiqhiniki cho'ng jihatdan ikki haqda tekshirish izlanish ilib boradiganligini, biri dalil, yana biri hukm haqida. Oldi bilan dalilni so'zlaydiganligini, bu dalil muttafaq alayhi muxtalafun fihi ishga bo'linganligini. Hanafi mazhabida muxtalaf fi hadis dalil 10 taqriban. Tashafi mazhabida 20 ga bordi. Onun keyinidan muttafaq alayhi bo'lgan, ya'ni to'rt mazhabning hammasida ahli sunnatniki ko'z qarashida muttafaq alayhi bo'lgan dalil to'rt ekanligini, kitob, sunnah, ijmo qiyos ekanligini so'zlab o'tgan edik. Endi bugungi darsimizda biz muhim bo'lgan dalilning ikki dalilini so'zlab o'tamiz. Ya'ni sunnat bilan ijmoni. Xo'sh, endi bu sunnat degan asli lug'at ma'nosida bu asli bir tutilmagan yo'l degan gap bo'ladi. Yo'l, mangadigan yo'l. Ya'ni sunnatur rasul deb kelsa, idop qilinganlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'li, tutilmagan yo'li degan gap. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'li ya qavli bo'ladi, ya fi'li bo'ladi, ya payg'ambar sallallohu so'zlagan so'z bo'ladi, ya payg'ambar sallallohu qilgan ish harakat bo'ladi, yoki payg'ambar sallallohu oldida qilingan, payg'ambar sallallohu buni muqarrarlashtirgan, inkor qilmagan ish bo'ladi. Mana shundoq. Onun kendinden demek bu bunu olan sahabelarniki yine Peygamber zamanındaki sahabelarniki sözü ve şirketlerimi sünnet degan uqumni ichiga kirib ketadi. Sünnet degan uqumni ichiga kirib ketadi. Endi biz kitobda dalillarni asosan qat'iy deb chiqqan edik. Masalan, xos qat'iy, am qat'iy, mutlaq yecri ala itlaqi ve muqayyad yecri ala taqyidi deb hammani so'zlab, hammaniki qat'iy ekanligini so'zlab o'tgan edik. Endi bu sunnatning bobi kelganda bu sunnat kimi yana shu kitobdagi 25 taqsim, 4 taqsim, 20 qism hammasi mangadi. Shu 4 taqsim, 20 qismining hammasi sunnat kimi mangadi. Ammo o'xshamaydigan inchki bir tarafi bor. Kitobning chiqqan hukmlari bir qat'iy chiqadi, sunnatning chiqqan hukmlari bir zanniy chiqadi. İllaki sünnet mutavatir bo'lib qolsa, qat'iy bo'ladi, bo'lmasa mutavatir ya mashhur qat'iy bo'ladi, bo'lmasa hammasi hukmi zanniy bo'ladi. Unda olgandan sunnatning hukmlari bilan, ya'ni mutavatir yoki mashhur bo'lmagan sunnatning hukmlari bilan kitobning hukmlarini xoslarini omlig'i bo'lmaydi, omlarini xosligi bo'lmaydi, mutlaqlarini muqayyad qilg'i bo'lmaydi. Xuddi va amalning hukmlarini amaldan qilib qoldirg'i bo'lmaydi. Faqatla mujmallarini mushtaraklarni ta'vil qilg'ili bo'ladi, mujmallarni nima qilg'ili bo'ladi? Tafsir qilg'ili bo'ladi. Xo'sh, endi masala bir savol kelish kerak bizga. Bu masala qanday, nerdan kelgan masala? Bu sunnat degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yantiqu anil hava tursa. Bu nima uchun bu Qur'on bilan o'xshash olmaydi desa, biz bu yerda e'tiborni ko'zga tutamiz. Asosiy taqsimni, ya'ni bizning bu yerda tutmoqchi, ko'zda tutgan, nazarda tutmoqchi bo'lganimiz hadisniki darajasi Qur'ondan tuvan deganlik emas. Qur'oni Karimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlagan. Hadisni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlagan. Ammo Alloh taolo Qur'oni Karimda inna nahnu nazzalna az-zikra va inna lahu lahafizun. Qur'onni biz tushirdik. Uni biz muhofaza qilamiz deb Alloh taolo va'da bergan. Qur'oni Karimniki la yatil batilu min bayni yadayhi min qalbi. Qur'oni Karimning oldi keynidan hech tarafidan botil kelmaydi. To'qimchilar,
qo'ymachilar, yolg'onchilar hech qaysi hujum qilolmaydi Alloh taolo o'zi kepil bo'lganligi uchun. Bunda bir mo'jiza xarakterli kitob. Anda bo'lganligi uchun alhamdulillah biz Qur'oni Karimning har bir harfi, har bir surasi, oyatlari, hatto so'zliklari, hatto harflardan tortib hammasi mutawatir holatga kelgan. Mutawatir holatga kelgan. Ammo hadis sharif deganda hadis sharif bundoq kelmagan. Sabablari intayin ko'p. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar alayhisolamning davrida hadislarni yozishni payg'ambar alayhisolam to'sgan. Hadislarni yozishni to'sgan. Qur'on bilan ayrılışıp ketmasa onu deb. Undan keyin bu hadis bilimlerini yozish qachon maydonga keldi desa, Ömer ibn Abdülaziz'in zamanında maydonga kelgan. Hadis bilimlerini, hadislarni yozish Ömer ibn Abdülaziz, yana 5-xalifa hisoblanadi hisobda. Shuning zamonida. Umayylarning oxirgi xalifalaridan biri. Demak, bu yerda nimani tushunadiganimiz deganda, undan burunchi deganda Qur'onlar yozilgan. Qur'on nima dedi? Payg'ambar alayhisolam zamonasida payg'ambar alayhisolamdan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qorilarni jangga opirib, shuni qorilar shahidlab ketgandan keyin Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr, nima qorilar bunda shahidlab ketgandi deb biz hozir Qur'oni Karimni to'plab yozib olmasak, bo'lmaydi deb Umar radhiyallohu anhu aytgandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu 5 ta qo'shilma keyin qo'shilib, uning keyinidan Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu boshchiligini bir mincha sahobalarga Qur'oni Karimni yozishni topshirib, bir hay'at tashkillab Qur'oni Karimni Osman radhiyallohu anhu nimasi deb shunday yozib nima qilgan. Shu chog'da bir to'plangan. Endi nima bu hadis bilimi Umar ibn Abdülaziz'in zamanında bir to'plangan. Umar ibn Abdülazizniki buyrug'i bilan imom Shu'ba shunga yaqin bir ismdan qochdi, ismi shu vaqtda katta bir olim. Shu dastlabda hadis bilimini yozganda Shu'ba bo'lishi mumkin. Endi mana nima uchun Umar ibn Abdülaziz zamonida hadislarni yozishga ehtiyoj paydo bo'lib qoldi? Uni buni yozmagan desa, o chaqda yolg'onchi hadislar, yolg'on hadislar, to'qimuvchilar, hadis to'quvchilar, hadis to'qiydigan to'qimuvchilar tarafidan bir muncha yolg'on hadislar maydonga chiqqanligi uchun Umar ibn Abdülaziz radhiyallohu anhu arda shu olimlarni darhol Rasulullohning ishonchli hadislarini to'planglar deb to'plashga buyurgan edi. Shu chaqda maydonga kelgan. Mana shunday sababli İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah mana shu yolg'on hadislar maydonga kelgan zamonida o'tgan bo'lganligi uchun hadislarga bo'lgan ishonchi bir oz yo'qolib ketgan. Ya'ni hadisga bo'lgan ishonch bir oz yo'qolib ketgan bir zamoni edi. Mana shundoq zamonida u chog'da hadisniki darajasi min haysul hadis. Yani hadislik jihatdan emas, balki hadisning shu bizlarga ulashib yetib kelish sababidan, shu jihatidan ishonchsizlab qoldi. Yani shundan keyin hadislarni tekshirish olib berilib, hadisga diagnoz qo'yilib, bu kelishi mutawatirmi yoki mashhurmi yoki xabar ahadmi? Shunga qoyiladigan. Undan keyin hatto xabar ahadlarga xabar agar mutawatir mashhur bo'lsa tamam. Buni Qur'onning hukmiga o'xshash. Xuddi biz Rasulullohning o'z xulqimiz bilan anglagandek holatda bo'ladi. Shuni onu sallamlar deydigan gap haqida bo'lsa. Xabar vahid bo'lib qolsa, bu chaqda fiqhlarniki, ya'ni usul fiqhiniki, usuliyullarniki istilohi boshqa, bunun hadisga diagnoz qo'yadigan diagnozi boshqa, usulul hadis ilminiki hadis diagnozi boshqa. Bu ikisini aralashtirib etmesi gerek. Usulul hadis bilimi başka bilim. Ular hadis bilimi bo'yicha sahih daif deb ayırıydı. O o'ziniki qoidasi bo'yicha. Usuliylar fiqh uchun, hukm chiqarish uchun ayırıydı. Bu ikkisiniki hukm jihatdan usuliylarning kuchiga, hadisning matni nas jihatdan hadis ahlining kuchiga. Shuning uchun bu ikkisini bir-biriga aralashtirib etmesi gerek. Her ikisini öz oldida öz yo'lida tutmoq kerak. Anladın? O hiçbir mesele. Nurgul adamlar araştırıyordu. Ma o Hanefilerin usulü hadisken ma o Şafiilerin usulü hadisken onda da gap yok. Usul hadis bilimi bu ayrım bir bilim. Ayrım. Usul fıkıh bilimi bu ayrım bilim. Ayrım bilim bo'lganki bu ikkilarning usul qoidasi o'xshamaydi. Hadis qarata usul qoidasi o'xshamaydi. Yani ma usul fıkıh asosan hukm tarafga qaraydi. Hukm tarafga, hadisdan hukm bilish tarafiga qaraydi. Hadis ilmi şu, hadisin metni, senedi, yani bir muncha taraflarga qarab, hadisni sahih, daif, hasan deb bunday shakllarga bir qancha ismlarga ayirish orqali ular bizga hukm, hadisdan hukm chiqarishga ko'p qarab ketmaydi ular.
Fakat hadislarni bizga sahih yo'ldan kelmagan degan jihatdan boshqa jihatdan ayiradi. Ammo usul hukm jihatda biz usul fiqhga e'timod qilamiz. Lekin hadisning matni nas jihatda usul hadisga e'timod qilamiz. Ikkisini ikki jihatdan. Xo'sh, endi shuning bilan hadislar shuning qarab shu bizga ulush jihatdan qarab mashhur, mutawatir, mashhur, ahad degan 3 jihatga bo'linib, agar hadisdan mutawatir mashhur yo'llar kelgan bo'lsa, buniki hukmi qat'iy Qur'on hukmiga o'xshash qat'iy hukm beriladi. Agar hadisdan xabar vahid bo'lsa, bu shu rivoyat qilgan raviyga qaraladi. Avvalan bu yolg'on hadismi, sahih hadismi? Buningga u chog'da İmam Azam Ebu Hanife rahimahullohning zamonida yolg'on hadislar bilinadi. Chunki oraliqda sanatlar intayin az. Chunki Imom Azamning o'zi tabi'i. Nimadan Anas ibn Malik roziyallohu anhu boshligan bir qancha sahobaning o'zi bu yoqda rivoyat qilgan. U chog'da ya'ni yolg'on hadislarni bilalaydi bular. Bu yolg'on hadisni ular bilalaydi chunki oraliqda sanat az bo'lganligi uchun, rijol az bo'lganligi uchun. Hamda hozirgi zamonimizda sahih deb ayiradigan bo'lib qoldik. Şu hozirgi zamonimizda sahih daif deb ayiradigan bo'lib qoldik. Hamda Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh sahih daif deb ayirmaydi u zamonda. Chunki rijol az bo'lganligi uchun. Bu chog'da buni qanday ayirdi? Ya'ni ravi faqihmi yoki faqih emasmi? Rasulullohning sahobalari hammasi adil. Kulluhum udul. Unda bir shak yo'q. Ammo hammasi faqih emas. Faqih sahobalar faqat 20 ga yetmaydi. 20. Masalan, 4 jahariyar. Hazreti Seyyidina Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh, Ömer ibn Hattab radıyallahu anh, Osman ibn Affan radıyallahu anh, Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh, 4 halife hammasi faqih idi. Onun keyin Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Zübeyir, Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhumlar. O 5 Abdullahlar hammasi faqih idi. Onun keyin Abu Musa Ash'ari, Ubay ibn Ka'b, Zeyd ibn Thabit, Ayş Sıddık radıyallahu anhumlar hammasi bular sahabeların içindeki mujtehid, faqih olimlari idi. Onun başkaları hem hem yok. Hem yok. Yani köp mesela 20 ga yetmeydi bular. 20 ga yetmeydi. Endi shunda bo'lgandan keyin mushu hadis rivoyat qilgan raviylarning ichidagi raviy faqih raviy bo'lsa, buning hadisi xabar vahid bo'lgan taqdirdami intayin kuchli o'rinda turadi. Hanafiy mazhabida kuchli o'rinda. Buni hatta qiyosdan ham yuqori o'ringa qo'yamiz. Endi ammo bu hadisni rivoyat qilgan raviy hadis xabar vahid bo'lib, hadisni rivoyat qilgan raviy faqih bo'lmay faqatla udul, ya'ni normal sahoba bo'lib qolsa, bu chog'da normal sahobaniki masalan Rasulullohning yoniga haftada bir keladigan yoki bir oyda bir kelib juma kelib tabliğni anglaydigan bunday sahoba bo'lib qolib qolsa, bu sahobaning hadisi agar Qur'oni Karimdan chiqqan uchuq illat bilan qilingan qiyosga qarama-qarshi kelib qolib qolsa, agar ikkinisiga amal qilish mumkin bo'lsa, ikkinisiga amal qilinadi, amal qilish mumkin bo'lmay qolib qolsa, qiyosga amal qilinadi deydi. Endi bu gapni hozirgi zamondagi insonlar qabul qilolmaydi. Bu qanday gap bu? Hadis tursa, qala Rasululloh deb tursa, bu qiyosga amal qilamiz deydi. Bu ahli rasmiy ra'y ahli ekan bular. Bular kitob ahli emas ekan. Bu ahli sunnat emas ekan degan gap nima maydonga chiqardi? Ularga hay to'xtab turing deymiz. Qiyos degan nima degan gap? Qiyos degan gap bir odam o'z holida o'zi o'tirib o'ylab tepib olgan gap emas. Qiyos degan muzhir al-hukm, laysa muthbit lil-hukm. Qiyos hükümni ispatlaydigan yangidan bir hüküm chiqaradigan narsa emas. Bu balki burun bir hükümni oshkorlab beradigan. Burun bo'lgan bir hükümni oshkorlab beradigan narsa qiyos degan. Ya'ni qiyosga amaliyotda kuchli narsa, kuchli. Qanday kuchli narsa? Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Kafirlarni tapqan yerda o'ltiringlar dedi. Shuning bilan mushriklarni faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, ya'ni haythu saqibtumuhum. Bu tapqayada o'ltiringlar dedi. Tapqayada o'ltiringlar şu oyatning keyin tarafida Alloh taolo nima dedi? Va in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu. Ya'ni agar mushriklardan biri sizni amonlik tilasa, uningga amonlik bering dedi. Shuning bilan dikkide bu yerda Alloh taolo oldingi oyatda o'ltiringlar deb mushriklarni, endi mushriklardan biri amonlik tilasa amonlik bilan da'vat qildi. Bu qanday gap desa, 5-dagi o'ltiringlar degani jang maydonida urush qilib turgan kafirlar bo'lsa, uchat qayerda tapqayada o'ylab o'tirmay o'ltiringlar degan gap edi. Endi makinkida agar amonlik tilasa degan urushmaymiz sizlar bilan, sizlarga bo'ysunamiz, sizlarga bojlab o'tiramiz deb sizdan amonlik tilasa, buni o'ltirmanglar dedi deganki, bu illati nima ekan desa, bu chunki urush qilmaydigan musulmonlar bilan qarama-qarshi urush qilmaydigan kafir ekan. Shuning uchun buni o'ltirmaydi ekanmiz
degan illat chiqdimi? Illat chiqqandan keyin ha, amisi andavan urush qilmaydiganlarni o'tirsak bo'lmaydigan bo'lsa, qarilarni, qari cho'rlarni, ayollarni, kichik bolalarni o'tirsak bo'lmaydigan degan gap illat orqali qiyos bilan chiqadi. Ammo hadisda ham kelgan bu. Payg'ambar alayhisolamning hadisda shu qarilarni, ayollarni, kichik bolalarni o'tirmaslik haqida hadis kelgan. Uning keyinidan qiyos bilan yana o'sha hukmga birmuncha hukmlarni kirgizgili bo'ladi. Ya'ni ash urush qilmaydigan hattoki musulmonlar bilan urush qilmaydigan o'zi qari cho'ri bo'lmasinmi, yosh lekin musulmonlarga qat'iy urush ochmaydigan, taslim bo'ladigan odamlarmi, yana urush qilmay ichida urushib o'tirgan odamlarni o'tishga bo'lmaydi degan hukmlarmisi chiqaverdi degan gap. Chiqaverdi degan gap. Endi qiyos degan muydonasi. Qiyos degan ya'ni asli bor bo'lgan hukmni bizni uchuqlashtirib beradigan, echib beradigan bir echib beradigan bir qoida, usul, nima, prinsip. Mushuni tushunmay o'tirgan odam hoytuva ha deb. Chunki bu qiyos degandiki ko'pi Qur'ondan chiqib qoladi. Qiyosning ko'pi Qur'ondagi bir hukm bor, shu hukmning illati qiyos. Ya'ni shu illatga qarab turib olamiz biz qiyosni. Anda bo'lganlik uchun bu qiyos degan kuchli bir dalil. Kuchli bir dalil. Endi shu sababdan agar hadis ravisi bundan normal savoblar qolsa, olim savoblar qatorida bo'lmay, normal savoblar qilib qolsa, agar ikkisiga amal qilish mumkin bo'lsa, birga amal qiladigan gap, amal qilish mumkin bo'lmasa, qiyosga amal qilib, qiyos jeli bo'lgan Qur'on chiqqan ro'shan qiyosga amal qiladigan gap. Mana bu bizniki Rasulullohning sunnatiga qarta umumiy xulosa. Endi biz darsimizni boshlaylik. Xo'sh, al-bahsu thani fi sunnati Rasulullah. İkinci bahs Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti hakkında deydi. Ta'rifu sünnet. Sünnetin tarifi. Es-sünnetu lugaten, sünnet lugatta et-tarika, yol demektir. Ve sünnetün nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti geldik. Ma yunsebu ileyhi min kavlin ev fi'lin ev takrir. Yani Resulullah'a nispet verildiğin söz, gep söz, ya ki iş hareket, ya ki takrirdir. Yani Resulullah'ın aldığı boğan, Resulullah bu işini inkar kılmayı mukarrerleştirgen iş. Vel muradu bis sünneti hahun. Hem biyadiki sünnet diyen bilen ki murad ma huve şamilun li akvali sahabeti ve af'alihim aydan. Yani sahabaların söz hareketleri, söz gap sözlerini ve ulanın iş hareketlerini hem öz içine ağan bir hadis, bir sünnet irade kılındı bir yerde. Yani umumi. Sahabaların kartılığı bir yerde. Mesela biz hadisinin meşhur diye qaragan vaqtimizda mesela sahabalarning zamonimiz, tabiinlar zamonida meşhur bo'lgan degan qaraymiz. Rasulullohning sunnat taqririga degandan keyin sunnat taqriri degan sahobaning ishi, sahobaning degan gapi. Rasululloh faqat ashada turib shuni inkor qilmagan. Ya'ni sahobalar bilan aloqasi bor. Hatto ba'zi maxsus sahobalarning degan qavli ham sunnatning o'rnida bo'ladi. Nimishqa? Çünkü sahabeler hemmisi udul, hemmisi adil, hemmisi takvadar, Resulullah'ını kögen. Hatta sahabe bana hükmü mundak da uçuk şer'i hükümde birini edilse bir sahabe. Bunun dişi bizimki nezrimizde delil bulalaydı. Ne için? Eğer bu Resulullah'ın anlaması herkes mi? Ben bu hükümde andak mundak demekti. Allah Teala'nın bizim bir kokatlı sahabeler. Şunun için sahabenin kavli hem sünnet katarı kirdi o. Şey getirir. Vel aqsamul 20 allati sabaqa zikruha. Endi ilgili zikri o'tgan mazkur 20 qism fi bahsi kitabillah. Allah Teala'nın kitabının bahsida sabitatun fi sünneti aydan. Sünnette ham sabittir. Sünnette ham 20 qism o'xshash. Ya'ni 4 taqsimga bo'linib am, xos, am, mushtarak, muavval, haqiqa majaz, salih kinaya, deb oxirigacha ila oxiri. Bu 20 qism hammasi sünnetga o'xshash keladi. Amma chiqadigan hukmlarda tuvandagidek ahvollarga bo'linib bir qancha qism chiqadi. Va hadal bab amdi bir odam savol so'rash kerak. Ammo anda olsa, o'xshash bu 20 qism Qur'on bilan o'xshash olsa, bu alayda sunnat deb keltirmisanmi? Bo'ldi-kan, buni alayda shuni billam keltirsak bo'ldi-kan desa, bu babni keltirish, bu babni alayda keltirishimizning sababi deydi. Va hadal bab li bayani ma taqtassu bihi sunan. Yani bu babni alayda keltirishimiz yani sünnetga xos bo'lgan masalalarni bayon qilish uchun. Endi mababni alayda keltirishimiz, ya'ni o'xshash yana 20 qismning gapini emas. Sünnetga xos bo'lgan, ya'ni oyatda, kitoblarda bo'lmagan
Çünkü kitaplarımız mutawatir bo'lgandan keyin uni xolos, uni bo'lmaydi, lekin mana sunnatda mutawatir, mashhur, ahad degan bir qismlari bo'lganligi uchun Qur'on kitobda bo'lmagan alohidliklar sunnat bo'lganligi uchun shuni mababni alohida keltirdik deydi. Ma'lam anna xabara Rasulullah, shuni bilginki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xabari bi manzilatil kitob fi haqqi luzumil ilmi val amali bihi. Hamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xabari Rasulullohning xabarini bilishning farzligi va onunga amal qilishning farzligi haqida kitobning o'rnida, kitob bilan o'xshash barobar, ya'ni hech qanday farqi yo'q. Rasululloh bir gapni dedimi, Qur'onda bunday dedimi o'xshash gap. Ya'ni va ma yantiqu anil hawa Rasululloh va ma yantiqu anil hawa bo'lgan zotdir. Endi ya'ni biz ayrib o'tirmaymiz. Ammo masala nerda desa, nima sabab dalilimiz nima desa fa inna man ata'ahu faqad ata'a Allah. Chunki Rasulullohga itoat qilgan odam haqiqatan Alloh taologa itoat qilgan bo'ladi. Rasulullohga asi bo'lgan odam haqiqatan Allohga asi bo'lgan bo'ladi. Faqat masala nerda desa illa anna shubhata fi babil xabari fi thubutihi min Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ittisalihi bihi. Biroq xabardagi shubha bu shu hadisning Rasulullahning sabit bo'lishida va Rasulullohga ulushishidadir. Bu hadis Rasulullohning sabit bo'lganmi, sabit bo'lmaganmi? Rasulullohga bu hadis ulashganmi, ulashmaganmi? Masala mishada bo'lganligi uchun shunga nimada Qur'on Karimning darajasi bir daraja tushib qoldi. Bo'lmasa Qur'on Karim bilan darajasi o'xshash. Rasulullohning gapi Qur'onni Rasululloh so'zlagan. Anladın? Rasulullohga hech qanday hadisni o'zi xolab demaydi. Ammo sebep nerede? Hadisden bizga yetib kelishdiki, mesela yani qo'ymuchi, hadis to'qimuchilari maydonga kelganligi uchun shu sababdan shu dalilsiga qarab hadis dalillarga aytiladi. Xo'sh, aqsamus sunna, endi sunnatning qismlari. Fas-sunnatu bi'tibari kayfiyatil ittisali bina. Endi sunnatning qismlari degandan keyin biz bu yerda asosiy taqsim isimizga maqsim bih deymiz. Asosiy taqsim göz aldığımız kilish kerak. Sunnat degan necha xil bo'ladi? Masalan, sunnat qavliya, sunnat fi'liya, sunnat taqririya deb mojihatdanmi yoki qaysi jihatdan desa, bizning bu yerda ko'zda tutayotgan jihat bo'lsa, ya'ni sunnatning Rasulullohdan bizga yetib kelish bosqichidagi tarafi, mush tarafini deymiz. Sunnat mush jihatdan 3 qismga bo'linadi. Fas-sunnatu bi'tibari kayfiyatil ittisali bina min Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ala salatati aqsam. Sünnet Resulullah'ın bizge yetip ulunuş, kandak ulunup gidiş itibarı bilen 3 kısımga bölünüdü. Bu 3 kısım başkası el mutawatir vel meşhur ve haberul vahid. Bu 3 kısım olsa birincisi mutawatir, ikincisi meşhur, üçüncüsü haber vahid. Ve muşu kısımlar boyunca hükümleri hem okşamaydı. Hem de bir şey bir tepki kamil mesela usulül hadiste bu şekilde ayrılmaydı. Çünkü usulül hadis bilim bilen usul fıkıh hadis bilimi bir bilim emas. Atalgılar o'xshagan bilan, meyadiki istilahlar o'xshagan bilan bu ikkisiniki tadqiqot doirasi, tadqiqot obyekti va hadaf, nishon o'xshamaydi. Bu shuni bilib olish kerak. Nishon o'xshamagandan keyin bular hammasi o'ziniki nishon uchun mangadi. O'zining nishoni uchun mangadi. Endi usul fiqhida hukm asos bu yerda hukm. Hukm asos bo'lgandan keyin buni hukmni asos qilib mangadi. Endi usul hadis nima degan edi? Bular cho'ng jihat ikkiga bo'lgan hadis ya haber nima mutawatir bo'ladi, ya haber ahad bo'ladi. Haber mutawatir to'g'rilik haber mutawatir degan hammalarga ma'lumlik. Buni da tekshirish olib bormaymiz. Haber vahid mashhur aziz usul hadis bilimida mashhur, aziz, g'arib deb 3 ga bo'ladi. Xabar ahadni mashhur, aziz, g'arib deb. Endi mashhur degani 3 odamdan ziyodi bo'lsa, hadis rivoyat qiluvchi. Aziz degani 2 odamdan ziyodi bo'lsa, vahid degancho g'arib degani 1 odam bo'lsa. Ya'ni demak, hadisning qaysi tarafidan bo'lsin 1 odam bo'lsa bu g'arib. Qaysi tarafidan bo'lsin 2 odam bo'lib qolsa bu aziz. Qaysi tarafidan bo'lsin 3 odam nomlab qolsa, 3 odam ziyada bu mashhur bo'ladi deb ayiradi. Ya'ni xabar vahid degan gap bir odam hadis rivoyat qilgan hadis degan gap bo'lmaydi. Balki shu mashhur, aziz, g'aribni hammasini ichiga oladi. Ya'ni mutawatir bo'lmagan hadis xabarlarning hammasi nima deb ataladi?
xabar vahid deb ataladi. Endi bu usul hadisniki qoidasi. Endi mana bizniki mana budichu usul fiqhida bu yerda hadisni cho'ng jihatdan 3 turga bo'ladi. Mutawatir, mashhur, xabar vahid deb. Ammo bizniki mazhab va peshvolardan Abu Bakr al-Razi al-Jassos. Abu Bakr al-Razi al-Jassos bunda mashhurni o'z oldiga bir qism qilmasdan mutawatirning qismi qiladi. Ya'ni mashhur mutawatirniki mutawatir ma'naviy qismi. Mashhur degan mutawatir ma'naviy qismi. Andagandan keyin qism 2. Ya xabar vahid bo'ladi ya mutawatir bo'ladi. Mutawatir 2 xil bo'ladi. Mutawatir lafziy, mutawatir ma'naviy degan shu mashhur shu deb bunda ayridamdi Imom Jassos. Qandaligim bo'lmasa ko'p farq yo'q. Ya'ni hukm o'xshashda qat'iy. Mutawatir bilan mashhurning hukmi o'xshash qat'iy. Ta'riful mutawatir deydi. Birinchi المتواتر هو ما رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم توافقهم على الكذب كنقل القرآن والصلوات الخمس. متواتر degan qanda hadis mutawatir bo'ladi desa, ya'ni ma ravahu qaumun la yuhsa adaduhum degan ularning sonini sanab bo'g'ilib bo'lmaydigan. Ularning yolg'onga birlik keliverishi faraz qilinmaydigan darajada ko'p insonlar rivoyat qilgan hadis mutawatir deyiladi. Kan naqlil Qur'on masalan. Qur'onning naql qilinib kelishi. Qur'onni buni misol sifatida keltirib bo'lsa hadisni Qur'onniki misoli hadisga misol bo'lmaydi. Qur'on mutawatirligi bizga mutawatirni tushundirmoqchi. Ya'ni Qur'onning hammasi bizga mutawatir shaklda naql qilinib kelgan. Shunday va salovatul xams 5 vaqt namoz. 5 vaqt namoz ham bizga mutawatir shaklida rivoyat qilinib kelgan. Shuning uchun 5 vaqt namoz aqimus salat Qur'oni Karimda mujmal keldi. Ammo shu hadis mutawatir hadislar bilan mashhur mutawatir hadislar bilan 5 vaqt namozniki ismlari va vaqtlarini tartib hammasi mutawatir holatga keldi. Shuning bilan Qur'oni Karimning mujmali shu nimaga sahih mutawatir hadislar bilan mufassirga aylandi. Xo'sh. Endi mutawatir hadislar hadisshunoslarniki aytishicha intayin oz endi. Hadislarning ichida ya'ni necha yuz ming hadisning ichidan mutawatir hadislar 100 ga yetmaydi deydi. 70 necha hadislar yoki 100 ga yetmaydigan hadis bor deydi mutawatir hadislar. Intayin oz. Hatto ba'zida mutawatir hadis asos yo'q deylik deganlarmi bor. Chunki bu mutawatirniki sharti intayin yuqori. Endi bu intayin ko'p odam da'vatlamaydi. Marvav qawmun la yuhsa adaduhum degan sonini bo'g'lamaydigan jiq degan gap, ya'ni mutawatir bizda bu mutawatir kelishda iymon shart etilmaydi hattoki. Buni mutawatirda. Chunki buningda odam soni, ya'ni bir gapni yaxshi anglaydi, eski anglaydi. Masalan biz bu yerda masalan Amerikada bir yer borganda sanbadan ko'may turib ishini yeyveradi. Chunki necha chiqdim anglab tunuydigan, tunumaydigan, yaqin yo'q, ajnabiy yot odamlar hammasini bor deb anglagandan keyin buniki xuddi ko'zdan ko'rgandek ishonch hosil bo'lganda, shu mutawatir xabar deb ataladi. Xuddi shuningdek, qancha qadam bo'lsa, ya'ni yolg'onga ehtimol qat'iy belgilanmaydigan darajada qadam bo'lsa, andim. Shu mutawatir deb ataladi. Endi ba'zida 100 dona masalan iymoni yo'q, tayini yo'q, taqvo odamning 100 odamning xabaridan haqiqiy taqvo odamning 10 xabari ishonchga qo'shba. Ba'zida 10 odamning rasmiy taqvo odamning 10 dan kelsa masalan 10 sahobadan kelgan bo'lsa, ba'zida mutawatir bo'ldi qo'shba. Ya'ni mala yusadadun degan gap sonini hisoblab bo'lmaydigan degan gap jumhurning ko'z qarashida bu bek kuchli emas. Ya'ni normalda shundoq. Normalda ya'ni odamlar jiq bo'lganda, ammo rasmiy ishonchlik sahobadan agar 10 sahoba masalanga, ya'ni olim rasmiy taqvo sahobadan 10 ta sahobadan kelgan bo'lsa, bu yana mutawatir holatda o'zini saqlab turaveradi degan bundaq ko'z qarash kuchli kerak. Endi payg'ambar sollallohu masalan man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar degan hadisi mutawatir degan. Ya'ni 70 dan ziyada, ba'zi 200 dan ziyada sahobaning rivoyat qilib kelgan hadis deydi masalan. Har qanday odam payg'ambar men demagan gapni meni dedi desa, o'zing o'rnini do'zaxni tayyorlab qo'ysin degan hadis masalan. Payg'ambar sollallohu duo qilgan chaqda duoda qo'lini ko'tarib duo qiladi degan hadis mutawatir shaklda kelgan masalan.
Shunday hadislarni hisoblab olsa qancha hadislar bor. Lekin shu yuzga yetmaydi endi. Ha, endi ularniki yolg'onga muvofiq kelish ehtimolligi yo'q degan gap, ya'ni chunki ularniki nimasi oyliqi yiroq. Andin. Nega oyliqi yiroq degan gap? Masalan, ularning o'yini boshqa bir xabar onda jiq odamlardan xabar kelgan bo'lsa, ya'ni jiq odamlar degani uyi bu yerda bo'lmaydi, u tuqqan bo'lmaydi, aloqasi bo'lmaydi. Ayni aloqasi yo'q turib, bizda tunmaydigan odamga o'xshash bir xabarni deganligining o'zi uniki yolg'onga ehtimolli yo'qligining alomati bo'ladi. Xo'sh, endi hukm umuman mutawatir bo'lib qolib qolsa bir hukm. Yana bir gap mutawatir ma'naviy deb bir hadislar bor. Bu mutawatir ma'naviy hadislar shu xabar ahadlardan yig'iladi. Xabar vahidlardan yig'iladi. Xabar vahidlardan yig'ilib bir hukm ammo lafzi hadislarning lafzi o'xshamaydi. Uning kelgan lafz, bunun kelgan lafzlar bir qancha desab jiq hadislab ketadi. Shundan bu mutawatir ma'naviy bo'lib qoladi, ha? Masalan, onda hadislar ko'p. Bunda hadisning shakli intayin mutawatir ma'naviy bo'lgan hadislar intayin hadis bilimida ko'p uchratamiz. Anladın. Masalan, öteki mesih qilish hadisimi mashhur deydi. Bir rivoyat mutawatir ma'naviy ham deyiladi masalan. Onda olsa mutawatirning ma'nosi nima? Mutawatir ikki mutawatir lafzi, mutawatir ma'naviy deb. Mutawatir lafziga inkor qilish kofirlik bo'ladi. Lekin mutawatir lafz ma'naviyga o'tsa kofir bo'lmaydi, bidatgar bo'ladi. Hukmuhu yujibu ilmal yaqini kal ayan. Endi mutawatir lafzi buning hukmi yujibu ilmal yaqin. Ilmal yaqinni vojib qiladi. Ilmal yaqin. Men sizga oldingi dars degan edim. Ilmal yaqin degan, ya'ni asli ilm degan yaqin degan ilm. Asli yaqin degan ilmning sifati. Ilm degan qadarasa, ya'ni 100% bir ma'lumot 100% bilinsa ilm bo'ladi. Ya'ni amaliyotga uyg'un bo'lgan jazmlashgan e'tiqod, ilm degan. E'tiqodul jazm. Endi agar 100% ni tushib ketsa 50% gacha oralig'da zon bo'ladi, zon. 50% ga tushib qolsa shak bo'ladi. 50% ni tushib ketsa vahm bo'ladi, vahm. 50% dan tushib ketganda nima? Vahm bo'ladi. Xo'sh, endi mishada mutawatir ilmal yaqinni isbotlaydi. Ilmal yaqinni vojib qiladi degan gap, ya'ni mutawatir bir hadis kalima buningga 100% sallamna deb ishonish, buni haq deb e'tiqod qilish va buni amal qilish kerak vojib. Agar buni inkor qilsa adam kofir bo'ladi. Kal ayan dedi, ko'zdan ko'rganga o'xshash. Bir odam ko'zdan ko'rgan narsaga qanday ishonsa, mutawatir hadis shunday ishonish kerakga vojib bo'ladi. Ilman daruriyan. Nima ilman daruriyan? Ilman nima hal? Yujibu ilmal yaqin. Ilmal yaqinki ilmadin hal ma, ya'ni hala kawnihi ilman daruriyan. Ya'ni mutawatir ilmi yaqinni vojib qiladi, ya'ni bu ilmi yaqinning daruriy bo'lgan holatida. Ya'ni daruriy bo'lgan ilm hozir. Daruriy bo'lgan degan gap, ya'ni mutawatir hadisimiz kelsa, buni biz bu ilmi daruriy deb qabul qilamiz. Ya'ni buning bir dalil, isbot, uningkin bir muqaddimalarni qo'yib turib, buni keyin istidlol bilan o'ylanib, tafakkur qilib turib amal qiladigan ilm emas, balki birga birini qo'shsam ikki degandeklam ayni oddiy holatda udul tushunish kerak. Ilmi daruriyni ifodalaydi mutawatir. Va yakunu radduhu kufr. Unda bo'lgandan bu ilmi daruriy bo'lgandan keyin hammadan bilish tegishlik, bilmasa bo'lmaydigan, hamma inson bilish tegishlik bo'lgan bilim bo'lgandan keyin mutawatirni buning rad qilish, qaytarish kofirlik bo'ladi. Buning rad qilish kofirlik. Bir odam namozni 5 vaqt namoz farz emas, 3 vaqt deb qolsa, farz emas deb qolib qolsa yoki 3 vaqt deb 2 vaqt deb qolib qolsa kofir degan gap. Ta'riful mashhur. Mashhurning ta'rifi. İkincisi mashhur. Huwa ma kana min al-ahad fi al-asl. Mashhur degan aslida ahaddan bo'lgan hadisdir. Asl degan gap, ya'ni bizda asl degan gap, ya'ni sahobalar zamonasida. Al-asl sahobalar zamonasida. Summantash, ya'ni birinchi qo'l. Aslida, ya'ni birinchi qo'lda sahobalarning zamonasida ahad, ya'ni bir sahoba yoki 2 sahoba yoki 3-4 sahoba rivoyat qilgan hadis. Summantashara fil qarni thani. Ondan keyin bu hadis 2-qarn degan, ya'ni nimalarda tabiinlar zamonasida, hatto
Vel karn fil karn salis 3. karn tabi'lan zamanısida nima meşhurlab tarif ketgan. Meşhurlab tarif ketgan hadis. Mana bu şuna hatta naqalahu kavmun la yutavahhamu tevafuquhum alel kezib. Hatta şu derece tarqalgan ki 2. ve 3. zamanda. Ulaniki yalğanğa birlik öleşip faraz kılınmagıdak derecede köp bir kavm bunu nakil kılgan. Ve talaqqatul ummetu bil kabul. Ummet bu hadisini kabul bilen karşı algan. Ki hadisil meshi alel huffeyn. İşküdekke meshi kılış hadisi okşar. Muşunda hadis de batılıdı o, meşhur da batılıdı o. Biz bu asıl diyene şerhi karayla asıl diyenge. Fil asıl diyende ay fil karnel evvel. Yani asıl diyene birinci zamanda. Ve huve karnu sahab. Ola bolsa sahablarının zamanı. Vel karnu thani 2. karn bolsa tabi'ların zamanı. Ve tabi'ud tabi'in ve tabi'ların zamanı. Ve la itibare li şöhreti ba'de zalik. Emdi tabi'illa zamanısı ve tabi'illa zamanısının ki şöhretine itibarı yok. Çünkü fe inne ammete akbaril ahad kad iştuhulet fîmâ ba'd. Çünkü küpünçe ahad hadisler bu şu 3 zamandan keyin meşhur bolgandaydı. Yani Peygamber Aleyhisselam hayrul kuruni karni. Sümmellezine yelunhum sümmellezine yelunhum diye hadis var. Yani zamanın en yaxşısının zamanı yani sahabeler. Ondan qalsa ular yandaş qallar yani tabi'inlar. Ondan qalsa ular yandaş qallar tabi'inlar. Tabi'inlardan keyin kelganlar hammasi kazzab, yalğancılar, aldamçılar, tuğmuşlar, fitne qo'lamiz maydonga keladi degan gap. Unda bo'lgandan keyin mush 3 zamanda meşhur bo'lib bo'lgan bo'lsa, nima hisob bo'ladi o? E'tiborga ilinadi, ammo 3 zamandan keyin qancha necha ming odam bilgan bilan bu chog'da bu hadis xabar ahadlik holatida darajasida qilaveradi degan gap. Endi unda bo'lsa hadis meşhur olsa bunun hükmü ne dese hükmuhu yucibu ilmet tuma'ninetin ve yekunu radduhu bid'aten. Hem de bir hadis meşhur bolsa bu ilm tuma'nineni vacip kılıdı. İlm tuma'nine. İlm tuma'nine qanday ilim dese bu şu ilmel yakın. Yani bu mesela ilmel yakında 100% rast deymiz endi. 100% rast deymiz. Hem de bu 80% 90% hem de. Ma o 90%. İlmi tumanine degan gap 90% yani fi galabati zan. Yani bizning zan g'olib bo'ladi bunda. Yani bi tarjihin qawiy. Bizning zannimiz intayin kuchlik tarjih bilan kuch topadi. Hatta nimaga yaqinlab qoldi? Ilmul yaqin darajasiga yaqinlab qoladi. 90%, hatta 99% bo'la qolishi mumkin. Bu shunday darajada. Yani bizning ko'nglimiz aram topadi yani. Ko'nglimiz bu dalilda bir yolg'on bo'lib qolib, saqlab qolamı deygan ya ko'nglimizning xotirjam bo'lib yo'q. Bu modelda bizning ko'nglimiz xotirjam inshaalloh. Bu dalil elhamdülillah çatak yo'q. Bu haqiqatan kuchli dalil deb ko'nglimiz aram topqudak darajadagi dalilamdi. Demak, ilmiy yaqin bilan o'xshash bo'ladi buning hukmi asosan. Ve yakunu radu bid'a. Demak, endi bunda ilmi tumanina bilan kelgan hukmda nima chiqadi? O'xshash vojib chiqadi. Buni ilm bu shunda e'tiqod qilish vojib. Amel qilish vojib. Ammo bir odam ilmi tumanina yani meşhur hadis bilan sabit bo'lgan hukmga bir odam qolib qolsa, inkor qilib qolsa buni kofir demaymiz. Buni kofir deyilmaydi, balki bu nima bid'atgarda deyiladi. Buni rad qilish bid'at bo'ladi. Buni bid'atgarda deymiz. Shuning uchun firqalarning ko'pincha hadis inkor qilgan mesela Mu'tazila firqasi. Buni Mu'tazila firqasini kofir demaymiz. Nima deymiz? Mubtadi deymiz. Shuningdek. Endi ta'rifu xabarul vahid. Xabar vahidni tunishtirish deydi. Üçüncüsü hadisning qismlarining üçüncüsü be'tibari ittisalihi ilayna xabarul vahid. Xabar vahid degan huwa ma yarwihi al-wahid aw al-ithnan fasa'idan. Xabar vahid degan bir odam yoki ikkidan yuqori odam rivoyat qilgan hadisdir. Ki aksaril ahadisini hadislarning eng ko'pi bo'lsa, hadislarning eng ko'pi xabar vahid. Ve la ibrate lil adedi iza lem teblugh hadde şuhra. Hadis şöhret derecesi yetmeydiken, hadis şöhret derecesi yetmegen müddetçe onun adedinden, sanının ibreti yok. Yani hadis meşhurluk makamı yetmeydiken, mesela 2. 3. zamanda meşhurluk derecesi yetmeydiken, onun sanı 2, 3, 4, 5, onun biz ibret yok. Onu biz meşhurluk tüyünü de Bunu başka biz ibret bilemeyiz. Meğenim deptim ya da lem teblugh hadde şöyle degende ey lemma lem teblugh rivatu haddil meşhur vel mutawatir.
Yani haber ahadniki ravilerinin derecesi meşhur mutavatir derecesiga yetmegechke fela ibrete ba'de zalike bi ayyi kadar imkan. Onundan keyin qanday kadar bo'lib ketsin bunun ibret yok. Lianne kullaha sevaun fi alla yukhrijahu anil ahadiyye. Çünkü o saadetlerin hammasi barabardır. Nemede bu haber vahidni haber vahidlikten çıkamaslıkta beraber deydi. Anda hukmuhu haber vahidinin hükmü nima desa haber vahidinin hükmü yujibul amele dune ilmil yakin. Amel qilish vojib qiladi. Haber vahiddan chiqqan hukm nima? Bu vojib. Buni nima amal qilmaymiz, vojib hukm chiqadi, amal qilamiz. Ammo dune ilmil yakin. Ilmil yakinni ifodalamaydi. Ya'ni buni ashu barhaq deb, ashu rasmiy %100 mush Qur'on hukmine o'xshash deb e'tiqod qilish vojib emas. Anladın? Bunu inkar qilgan odam kofir bo'lmaydi, kofir bo'lmaydi. Onun kendinden eğer Kur'an-ı Kerim'in hükümleri, uç hükümler çıkarıp hadislerden karşılaşıp Kur'an'da bid'at geldi de atılmaydı. Bid'at geldi de atılmaydı. Lakin amel kılış durmadı. Hiç kadar tuşkuluk uçuma vaxtıda amel kılış vacip buludu. Şurutu hücciyetil haber. Hem de bu haberdeki delil hikayelikinin şartları. Hem de hoş biz hem mutavatir. Onun kendinden meşhurlarını sözlep öttük. Hem de onun haber vahidni sözlük. Haber vahidni amel kılış vacip dedik. Hem de muş haber vahidni ki amel kılış için haber vahid amel kılış için bir müce nimeler var, şartlar var. Haber vahidga amel kılışının onun delil buluşunun şartları var. O şartları boz kalsın ise ve yekunul haberu hücceten bi şeraita fil ravi. Hem de haber ravideki bir şartlar bilen hüccet bulalaydı. Bu dört xil şart var. O dört xil şart tepilse bu haberge amel kılalayımız. Birinci el akıl. Bu haberini rivayet kılgan ravi da akıl babı gerek. Ve huve bu akıl degen nurun yudraku bihi ma la yudrikuhul havas. Akıl degen bir bu akıl arkalık sezgü azalar bilinmeydiğin narsa bilinadigan bir nurdur. Akıl degen bu akıl arkalık sezgü azalar bilinmeydiğin narsalarni bilgili buladigan bir nurdur. Nur ilahi bu Allah Teala tarafından ata kılınan bir nur. Ve şartu el kamilu min. Hem de bir yerdeki şart aklının kamil buluşu, tuluk kamil buluşu. Anda bu kamil olan aklını kanda bilaleyimiz. Bir adamın aklı kamil olsa yazılıp peşanesi yazılıp kalamda bu kanda okumuz dese bu akıl degen bu nima bu emrun batini. Bu degen bir içki bir iş bu. Köz bilen köy bulanmaydıgan. Esas gazalar bilen bunu kılıp buluğu belgili olmaydıgan. Lakin bunun alametleri çıkıyor. En tipik alametleri aklındaki kamalat ketken en tipik alameti balagat hamdı. Yani küçük balagat ketkende bununki aklı kamalat yetti deb o'ylaymiz hamdı. Aynen o'ylagandan keyin şu bizga delil buludu. İkinci. Şunun için mesela bir sahabeden birisi mesela küçük bir balagat etmegen sahabe hadisini rivayet kılsa bunun amal kılışın şartı küçük çağda balagat yetmegen çağda hadisini anlap balagat yetip bo'lgandan keyin yetkizsa buni amal qilinadi fiqhda. Ammo balagatga yetmagan chog'da anglab turib, balagat yetmagan chog'da yetkizsa fiqhda usul fiqhda buni amal qilinmaydi. Ikkinchi, ad-dabt, ya'ni asli tutish qobiliyati degan gap. Va huwa dabt degan nima desa, dabt degan sama'ul kalami haqqa sama'. Yani kalamni hadisni haqiqiy ravishda anglash, ya'ni aqidni ixlos bilan to'liq anglash. Gapninki masalan darsni o'qiydigan ba'zi talablar bor. Darsni uxlab o'tirib, mugdab o'tirib, uni keyinidan darsning 5'ida bor, o'tirishda yo'q, o'tirishda bor, 5'da yo'q. Bir kun bor, bir kun yo'q. Bunda anlagani bu haqiqiy ravishda anglagan bo'lmaydi. Ya'ni to'liq haqiqiy mazmut ixlos bilan anglash. Endi anglab o'tirib, to'liq anglashda anglab o'tirib, yana qalisi bilagada xiyollar o'tsa bo'lmaydi. Ve fehmuhu bi ma'nahu allazi urida bihi. Shu so'zniki iroda qilingan ma'nosini tushunish. Shu so'zdan iroda qilingan haqiqiy ma'noni tushunib anglash. Anladın? Yani xato tushunib olsang bo'lmaydi. So'zni anglab bo'lib, bunun iroda qilingan ma'noni xato tushunib olsa, buning fiqhida yana amal qilinmaydi. Ve hifzuhu ve sabat alayh. Ve shu anglagan hadisini yodlash kerak. Ve sabat alayh ve shu yodlagan hadisni mustahkam turish. Mustahkam turish bu ikki xil yo'ldan bo'ldi. Biri hadisni yodlagandan keyin bo'lgan hadisni bir hadisni yodlab ertesi
Aşı yine bergan hadisni yatlab yetkizganda bir xil shaklda yetkizib, ertasi yana bir xilda, o'rgunichi yana bir xilda. Mustahkam turmay, qo'yaga taqashmay, iztirob bo'lib, har xil shaklda yetkizib bu bo'lmaydi. Yana birga sabat alaydigan gap, yatlab va shu yatlagan hadisga amal qilish. Shu yatlagan hadisga ahkomlarga amal qilish degan. Va muraqabatuhu bi muzakaratihi va shu hadisini bizniki nimasi yodida bo'lgan, esida bo'lgan hadisni davomli muzokara qilib, ya'ni so'zlab, olimlar muzokara qilib, so'zlashib, aytishib, munozara qilib, nima yo'qlab turish, muraqaba qilib kuzatib turish. Ya'ni tashlab etmaslik. Mana mushundaq bir mun shartlar bilan dabit degan bir shart hosil bo'ladi. Usul fiqhdagi ma dabitniki nimasi ma bu? Sharhisi ma bu? Ma usul hadisga buni seleksion bo'lmaydi. Ikkisi boshqa. Shuning uchun boshqa degan gap, ya'ni bir ta'rif o'xshamaydi yana. Usul hadisda va yani dabitni bunda tafsirlamaydi. Faqat aytish qobiliyati daflam ikki gap bilan gap tugaydi. Ammo usul fiqhida o'xshamaydi. Usul fiqhida bir mun shart qo'yilmaydi. Uchinchi al-adala. Adolat degan nima? Adolat degan desa, va hiya al-istiqomatu fid din. Adolat degan bu dinda mustaqim bo'lish, ya'ni to'g'ri bo'lish, to'g'ri. Ya'ni taqvodorlik degan hamda. Vel mu'tabaru kemaluha. Bu yerdagi inovatga elinadiğini aşı istikomatning komil bo'lishi, ya'ni komil taqvodor bo'lish. Dinda komil to'g'ri bo'lish, ya'ni durust bo'lish. Hatto idar takaba kabiratan. Hatto bir odam cho'ng gunoy kabira o'tkazib salsa, av asarra ala sagiratin ya kichik gunohni davomlashtiraversa, saqatat adolatu. Buning adolati saqit bo'ladi. Buni odil demaymiz. Balki odil degandan zolimniki qarshi odil emas, balki taqvodorlik tarafidagi zohidlik, taqvodorlik tarafidagi. Ya'ni cho'ng gunoh o'tkazmaydigan, kichik gunoh ustida davomlashmaydigan kishi odil hisoblanadi. To'rtinchi al-islam. Islom. Va huwa tasdiqu islom deganimiz qasdi islom degan va huwa tasdiqu val iqrar billahi taala. Ya'ni dil bilan, qalb bilan tasdiqlash, til bilan Alloh taolani iqror qilish. Unda bo'lgandan keyin islom shart bo'lgandan keyin fala yuqba endi. Xo'sh, ma to'rt shartimiz bo'lib bo'ldimi? To'rt shart bo'lib bo'lgandan keyin endi bizga birdan birini keldi. Fa degan gap. Unda bo'lgandan keyin birinchi shart bo'yicha birinchi shart aql shart etildimi? Ya'ni balog'atga yetgan aql. Kamolatga kamil aql degan ya'ni balog'atga yetgan. Bolaning aqli dedikmi? Unda bo'lgandan fala yuqbalu xabarus sabiyyi val ma'tu. Kichik narsida kichik bola bilan balog'atga yetmagan narsida kichik bola bilan ma'tu degan aqlsiz, ahmaq, dod, kalva, falfatish odamniki xabari qabul qilinmaydi. Undan keyin vallazi ishtaddat g'aflatuhu degan gap yana birga g'aflat qattiq bo'lgan, qattiq ikkinchi dabit deganda biz nima dedik? Noit ixlos bilan anglaydigan, anglagan narsani tushunadigan, tushungan narsaga amal qiladigan, uni saqlab, uni degan undan keyin uni qachon eslaydigan, muzokara qilib, uni kuzatib saqlab turadigan. Dedikmi, noit g'ofil, bu yerda dars olib uxlab o'tiradigan, bir kallasi pat to'la ishlarni xato qilib soladigan to'la ishlarni. Ya'ni asl qobiliyati yuqori emas. Odamlar g'aflatda qattiq g'ofil odamlar nima bo'ladi? Bexasta odamlar, qattiq bexasta odamlarniki xabar qabul qilinmaydi. Vel fasiq hamda uchinchi adolat dedikmi? Adolat degandan gunoh kabira o'tkazmaydigan, gunoh sag'irda muqim turmaydigan odamlar dedikmi? Undan fasiq, gunoh kabira o'tkazadigan yoki gunoh sag'irni davomli qiladigan odam fasiq hisoblanadi. Fasiqning xabar qabul qilinmaydi. Vel kafir undan islom dedikmi? Kafirning xabar qabul qilinmaydi. Ondan dağılandan keyin va yuqbalu xabarul mar'a. Ammo ayol kishining xabari qabul qilinadi. Ayol kishi bo'lsa, yuqorqi shartlarga tushaveradi. Val abd qulning xabari qabul qilinadi. A'ma qarg'uning xabari qabul qilinadi. Nimishqali vujudi sharoit, to'rt shart bo'ladi tepiladi-da. Shuning uchun bir odamning ayol kishi bo'lishi, qul bo'lishi, qarg'u bo'lishi bu shartlarga qarshi chiqmaydi. Summa ravi fil asli qisman. Endi ravi asldagi ravi degan gap, ya'ni birinchi, ya'ni hadisning birinchi qo'l, ya'ni sahobalar. Sahobalardagi ravi usul fiqhida biz sahobalar qaraymiz dedik-ku. Bu yerdagi ravi ikki qism bo'ladi, ikki xil bo'ladi. Biri ma'rufun bil ilmi val ijtihad. Ilm ijtihad bilan tanilgan. Masalan, kal xulafail arba'a to'rt xalifaga o'xshash. Val abadila, ya'ni abadila degan gap Abdalaning Abdalaning ko'p shakli. Bu Abdala degan Abdullohning murakham. Tarhim deb bir gap bor, biz tarhimul munada deb ya maliku deganni ya malu deydigan. Yani Abdullohning Abdal
degandeki ko'p shekli abadilar, ya'ni bu Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Amr ibn As qatorliq sahobalar hammasi fiqhiy, to'rt fiqh olimlari. To'rt xalifalarga o'xshash Abu Musa Ash'ari, undan keyin Oysha radhiyallohu anha, Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu qatorliq degandek bundaq nima sahobalar mujtahid sahobalar ichidagi. Bunda sahobalar rivoyat qoidasi bor. Bunun hukmi al-amalu bi rivoyatihim avla min al-amali bil qiyas. Bularning rivoyatiga amal qilish, qiyosga amal qilishdan avla. Chunki bular hadisniki ma'nosini tushunadi va hadisni hukm qilib elib istinbot qilishni tushunadi. İkincisi ma'rufun bil hifzi vel adala. Hamda hifz ve adalet, yani as tutuş kabiliyeti bilen ve adillik, yani o'zi parhezkorligi, taqvodorligi, insonparvarlik bilan tunilgan sahobalar var ki Ebu Hureyre ve Enes bin Malik. Ebu Hureyre ve Enes bin Malik radıyallahu anhumalarga o'xshash. Endi mishal inchik bir rivoyat bor qarindoshlar. Buni bilib qo'yish kerak. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ni ko'p Çinki usuliylarmisi buni faqih qatori qo'ygan, faqih. Masalan, Enes bin Malik radıyallahu anhu desa, Enes bin Malik radıyallahu anhu Rasululloh 10 yil xizmat qildim deydi. Anladın. Bu yerga demoqchi bo'lgan narsa, bu yerga maqsad bu shaxslarga qaratilgan gap emas aslan bu. Bu ya'ni Rasulullohning yoniga bunda 10 yilda ya 1 yilda ya 6 oyda ya 3 oyda ya 1 oyda ya haftada bir o'qitgan sahobalarga qaratilgan gap asli bu. Asli. Endi bu Aysabni bu Ebu Hureyre radhiyallohu anhu misalni naq maydonda dastlabki maydonga chiqqan Aysab ibn Aban, bizning usulshunoslarimiz Aysab ibn Aban. Aysab ibn Abanniki ko'z qarashida shunday degan, ya'ni Ebu Hureyre radhiyallohu anhu fiqh emas hadislari qiyos qarash qabul qilmaymiz degan. Ammo usulul karhi, ya'ni Imom Karhi rahimahulloh, bu Hasan al-Karhi rahimahulloh yozgandagi yo'q, qanday emas. Ya'ni hatto Ebu Hureyre radhiyallohu anhu hadisi ham qiyosning oldida turdi deb buniki bir sabablarini degan. Hatto Kamal ibnul Humam Ebu Hureyre radhiyallohu anhu faqihlardan deb shunday degan. Endi bu yerdagi Ebu Hureyre radhiyallohu anhu'niki so'zi men hargiz Ebu Hureyre radhiyallohu anhu kamsitganlik emas, balki bu yerdagi bir hukmni umumiy qoidani deb demoqchi. Shuni bilish kerak. Hukmuhu, bunun hukmi in vafaqa hadisuhu al-qiyas. Agar Ebu Hureyre radhiyallohu anhu degandek, ya'ni bu yerdagi maqsad ya'ni fiqh bo'lmagan ammo adil bo'lgan hadis aytilgan sahobalarniki hadisi qiyosga udul kelsa uning amal qilinadi. Va in khalafu, agar qiyos qarama-qarshi kelib qolsa la yutraku illa li darura. U faqatlam zaruratning jihatidan tark etiladi deydi. Ammo darurat degan sharhga qaraylik. Mishada illa li darura degani va hiya, bu darurat degan nima desa, annahu law umila bil hadis, agar bu hadisga amal qilinsa lan sadda babur ra'i min kulli wajh. Ya'ni ra'iyning babi har tarafni itib qolsa. Va rawi kana ghayr faqih. Va rawi faqih bo'lmasa, va naqlu bil ma'na, amdi hadisni ma'ni bilan naql qilish kana mustafidan fihim. Ular ya'ni sahobalar orasida mustafid mashhur edi. Fala'alla rawi, balki bu hadisni rivoyat qilgan rawi naqala al hadisa bil ma'na. Hadisni ma'ni bilan naql qilib ala hasabi fahmi, o'ziniki fahmi e'tibori bilan xato ketgan bo'lishi mumkin. Va lam yudrik murada Rasulillah. Va Rasulullohning murodini bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Fali hadihi darura, mushu zaruratning jihatidan la yu'malu bihi degan, bunda hadisga amal qilinmaydi va yu'malu bil qiyosga amal qilinadi. Va laysa hada izdara'an Abi Hurayra. Bu Ebu Hureyre radhiyallohu anhu haqoratli yoki kamsitish emas. Va la bi g'ayrihi, na Ebu Hureyrening g'ayrini kamsitish emas, balki bu mushu maqomning hukmini bayon qilishdir deydi. Xo'sh, endi miyadi hukm inta uchiq, endi qiyos degan gapni obdan tushunishga to'g'ri keladi. Men siz tushundirdim-ku darsda. Qiyos degan gap bek kuchli gap. Ya'ni chunki bu Qur'oni Karimning uchiq bir iltidan elingan bir masala bo'lgandan keyin uningki bir asli kutiki Qur'oni Karimning gap qoladi ko'p holatda. Anda bo'lib qolgandan keyin hadisniki rivoyat qilgan ravi bir hadis mutawatir yoki mashhur bo'lmay, nima bo'lsa ahad bo'lib qolsa, uning keyindan buni ravisi nima bo'lib qolsa, anaqa faqih bo'lmay, odatdagi normal sahoba bo'lib qolsa, shu chaqda illatga qiyosga amal qilinadi deydi. Lekin bizniki kimki nimalar usulshunoslar nima degan, yo bunday holatdami nimaga hadisga amal qilamiz degan kimki usulshunoslar. Bu shuni kimki cho'ng kitoblarda tushunishlar tafsilni. Ammo bu kitobda tilga olingani va usul shoshil tilga olingani shu. Ammo siz nimaga bo'lganda bu tafsilotni Nurul Anvarda, undan keyin tavdihda taqim tafsilot olib berdi, tavziyada. Shu eng oxirdagi mu'tamad gap.
Xo'sh, endi kelganimiz bo'lsa al-bahs as-salisu fil ijma'. Endi biz sunnatni mushu qadar to'xtaymiz. Inshaalloh buningdan keyingi Usul Charshi va undan Nurul Anvar tavdid etgan kitoblarda texmi keng-kengri dalillar bilan, misollar bilan tafsiliy chiqadi. Endi banidan kengri deylik desak, mau tunji dastlabki sohadagi o'quvchilar uchun tayyorlangan saviya, dastlabki saviyadagi kitob bo'lg'achqa bundan kengaytirsak o'quvchilar tushunolmay qoladi. Ammo asosligi bizniki mazhabdagi Abul Hasan Karxiy rahimahullohning keyin yozgan nimalarda asosan hadisga amal bayrisga amal qilinadi. Faqat ba'zan bir masalada o'xshamaydigan taraflarda qiyos oldiga qo'yilib qolgan yerlar bor. U oz bir qismlar, ko'p qismlar emas. Chunki buni umumiy qoida qilishga bo'lmaydi. Chunki Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh agar meningki qavlim bilan, mening qiyosim bilan, ra'yim bilan hadis qarama-qarshi kelib qolsa, mening gapimni tamom tushirib o'tinglar degan qavli bor deganlarni dalil qilib keltirib, nihoyatda keyin bir nima qilingan. Ammo bu masala faqat bizning mazhabdagi masala ham emas. Imom Malik qiyosni nimaning oldiga qo'ydi? Hadisning oldiga qo'ydi ba'zi vaqtlarda. Imom Shofiy necha qatim qiyosga qarama-qarshi kelib qoldi deb hadislarga amal qilmagan yani. Shuning uchun bu faqat bizning mazhabdagi ham ish emas. Chunki illat agar ba'zi bek uchuq yomon kuchli bo'lib ketsa, u chog'da bu hukm bek kuchli bo'lib ketadi qiyosning hukmi. Shuning uchun buni umumiy bir qoidadan hammani tushuntirib bo'lmaydi. Har bir hadisniki o'z oldiga uchuqli qoidalari bor. Shu vaqt kelganda bilasizlar inshaalloh. Al-bahth as-salis fil ijma'. Uchinchi bahs ijma' haqida. Ta'riful ijma'. Ijma'ning ta'rifi. Al-ijma'u fil lughati al-ittifaq. İcma degan lug'atda ittifoq degan bo'ladi. Ya'ni birlik, birlashmak, birlashish, birlik degan ma'noda. Va fi shariatdagi ma'nosi bo'lsa ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallohu alayhi vasallam fi asrin ala amrin. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatidan bo'lgan mujtahid olimlarning bir zamonda biror ishga, biror masalaga birlikka kelishi degan bo'ldi shariatdagi ma'nosi. Endi xo'sh, bu ijmo degan qarindoshlar bizniki muttafaq alayhi bo'lgan 4 dalilning 3-chisi. Bu ijmo degan gap, ya'ni payg'ambar alayhisalomdan bir uchuq bir hukm kelmagan, hadis kelmagan. Lekin sahobalar birlikka kelgan yoki sahobalardan keyingi tabiinlar birlikka kelgan yoki tabiinlar birlikka kelgan yoki qanday zamonda bo'lsin, bir zamonning olimlari hammasi bir masalada, ya'ni uchuq bir nas kelmagan bir masalada birlikka kelgan hukm ijmo deb ataladi. Agar bu birlik bo'lmay ixtiloflashib hammasi tangshilib ketgan bo'lsa, u onda deb bu bunda deb bitib ketgan bo'lsa, yana bir qancha xil ko'z qarash qilgan bo'lsa bir qiyos bo'lib qoladi. Qiyos bilan ijmoning farqi, ijmoda hamma olimlar birlikka kelgan bo'lsa ijmo, ammo ra'ylar muxtalif bo'lib, bu onda deb bu bunda deb o'tgan bo'lsa, bu qiyos bo'lib qoladi. Farqi shu. Endi bu ijmo ba'zida shundoq tushunilib ketadiki, Qur'onning oyatlariga o'xshash o'rinda bo'lib qoladi. Shundoq kuchli darajada bo'ladi. Hatto ba'zan ijmo bilan Qur'oni Karimning hukmlari amaldan qoldirilgan ishlar. Masalan, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu zakotniki 8 masrafning ichidan bir masrafni amaldan qoldirgan. Ya'ni Umar radhiyallohu anhu muallafat qulubuhum degan. Muallafat qulubuhum Qur'oni Karimda 8 xil masraf tilga olingan bo'lib, bu masrafning biri muallafat qulub, ya'ni qalblarini dinga moyil qilish uchun zakot beriladigan odamlar. Ya jingida musulmon bo'lgan, qalblarini islom dinida mustahkam qilish uchun yoki musulmon bo'laymi bo'lmaymi deb turayotganlarga pul mol berish orqali ularni dinga moyil qilish uchun pul zakot beriladigan odamlar deganni Umar roziyallohu anhu amaldan qoldirgan. Nima deb? Ya'ni biz islom payg'ambar alayhisalom bu oyat nozil bo'lgan vaqtida islom intayin ojiz, kuchi yo'q, ya'ni yaniga odam to'plash intayin muhim bo'lgan. Odamlarga pul mol berib bo'lsa qanday vaqt bilan, ya'ni musulmonlarni avutish, musulmonlarniki sonini ko'paytirish muhim bo'lgan bir vaqt edi. Endi hozir bo'lsa islom dini kuchlandi, Alloh taolaning dini azizlandi. Hozir bizniki undaq pul mol berib turib, bir odamni islom diniga da'vat qilish nimamiz qolmadi, ehtiyoj qolmadi deb Umar radhiyallohu anhu muallafat qulubni amaldan qoldirib o'tgan. Endi hozir ba'zi mazhablarda uniga yo'q, buni biz amal qilaveramiz deb amal qilganlar bor.
Ba'zilar shu Umar roziyallohu anhuning qavli bo'yicha amalni qoldirgan bo'yicha muallafat qilib qabul qilmaymiz deganlar bor. Mazhablar shunga muxtalif ixtilof bo'ladi. Bizning Hanafi mazhabida Umar roziyallohu anhuning qavli bo'yicha muallafat qilib amalni qoldirilgan. Undan boshqa mazhablarga berilsa bo'ladi. Shunday. Yani demek icma degan ba'zida shundoq, ya'ni oshchaqda sahobalar hech qaysi sahoba Umar roziyallohu anhu shu fatvoni chiqqanda hech qaysi bir sahoba yo'q, Qur'oni Karimning uch oyati tushunib qanday qilding Umar demagan. Hech kim ona qarshi chiqmagan. Qarshi chiqmagan sahoba degan hozirgi haqqancha Alloh tabtazanida katta olim bo'lib ketsa, hozir olimlardan sahobalar olim deb biladi-da, haq bor istashimdan qo'rqmaydi sahobalar. Ammo Umar roziyallohu anhu degan gapining haq ekanligi, to'g'ri ekanligi uchun hammasi sukut qilgan. Xo'sh, endi ta'riful ijmo tushundik. Ijmoning ta'rifini tushundik. Ya'ni ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallohu alayhi vasallam fi aslin ala amr. Ya'ni bu icma ma'u ta'rifdan nimaga shart emas, faqat sahoba yo tabiinning zamoniga xos emas. Balki qanday zamonda bo'lsin, butun olimlar birlikka kelib bir masalada bir yerga keladigan bo'lsa ijmo bo'la oladi. Endi sahobalar zamonasi mumkin edi, tabiinlar zamonasi mumkin edi, ammo keyin islomning doirasi kengayib, musulmonlarning doirasi kengayib, taraf-tarafga dunyoning bulung'ushroqlaricha musulmonlar olib ketgandan keyin olimlar dunyoning taraf-tarafida bo'lib ketgandan keyin ijmo hatto mumkin emasdek holatga kelib qolgan holatlar. Masalan, Abul Hasan Ash'ari rahimahulloh bilan Imom Maturidi rahimahulloh bir zamonda o'tgan. Ikkisining mazhabi asosan yiqilishib qoladi. Ya'ni ixtilof bek oz, ixtilof ko'p oz, bu ixtiloflarning ko'pi ham lafziy, xilof lafziylar. Shundoq bir fikr bilan chiqqan ikki olim birisi birisidan ko'rishib boqmay o'tib ketgan. Birisi Misr tarafda o'tgan bo'lsa, birisi Mavaroun Nahr shaharlarida Maturid degan yerda o'tgan bo'lsa, ya'ni shunday darajada, ya'ni islom dinining territoriyasi kengayib, doirasi kengayib, shundoq ijmo mumkin bo'lmaydigan holatga kelib qolgan. Lekin hozirgi zamonimizda yana bir Alloh taoloning iltifoti bilan internet degan bir tor dunyo shakllanib, bu tor dunyosidan dunyo hozir bir kichik nimaga o'xshab qoldi hozir. Kichik bir kanitga o'xshab qoldi. Yani har qanday bir masala bo'lsa, olimlarning hammaning fikrlarini internetda uchirta olamiz. Yani ba'zi hozir, ya'ni bir masalada shu biz e'tibor qilingan mo'tabar olimlarning hammasining ko'z qarashlari internetda suratli holatda aytilgan bo'lsa, bilan chiqqan bo'lsa, bu ham ijmo deyish ham mumkin bo'ladi menimcha. Vallohu alam. Endi hukmuhu shundoq ijmoning hukmi nima desa, ijmoning hukmi huwa hujjatun kal hadisi. Ijmo xuddi hadisga o'xshash hujjatdir. Ba'zilari Qur'onga o'xshash hujjatdir. Aynan kuchli olib ketadi. Ba'zilari hadisga o'xshash hujjat, ba'zilari xabar ahad o'xshash, ba'zilari qiyosga o'xshashlab qolganlarim bor. O'xshamaydi. Hukmuhu huwa hujjatun kal hadis. Endi dalilimiz nima? Bu ijmoning dalili nima desa, li qawlihi ta'ala, Alloh taolaning munu qavlining jitidan. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Yani kimki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muxolifatchilik qildi ekan, qarshilik ko'rsatdi ekan, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, unga hidoyat oshkorlab bo'lgandan keyin, islom oshkorlab bo'lgandan keyin, Qur'on oshkorlab bo'lgandan keyin, va yattabi g'ayra sabilil mu'minin, mu'minlarning birlikka kelgan yo'lining g'ayriga erishadigan, ya'ni ijmo. Mu'minlar bir yo'lda birlikka kelgan bo'lsa, bu yo'lni tashlab qo'yib, o'zi xoliqiga yo'l uchun mangadi ekan, nuvallihi ma tawalla, uni o'zi ega bo'lgan, o'z do'st tutmagan yo'liga ega qilib qo'yamiz. Shunga mas'ul qilib qo'yamiz. Va nuslihi jahannama va sa'at masira. Shuning bilan bu ayrilganligi, bilinganligi, mu'minlarning yo'lini tark etganligi uchun uni biz jahannamga kirgizamiz. U jahannam degan nima degan yomon joy, ha? Jahannam degan borgan joy emas, bak yomon joy deb o'tadi. Alloh taolo, ya'ni demak mush oyatning o'zidan va yattabi ghayra sabilil mu'minin degan oyatning ijmoning dalili mushu deydi. Buni qarindoshlar o'zimiz degan bir dalil emas. İmam Şafii rahimahullohdan bir odam kelib so'g'anki, siz ijmo deydi ekansizlar, bu ijmoning dalili nima deb so'ragandan keyin İmam Şafii rahimahulloh o'sha shuk turib qilib, gap qilmasdan chiqib ketib, uyidan 3 kun taloq chiqmay o'tirib, Qur'oni Karimni saq 60 qatim deydi. Tamom qilgan deydi 3 kunda.
Aşunda tamam kılıp ahire Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetni ve men yuşakikir rasule min ba'di ma tebeyyene lehul huda ve yettebi gayre sebil mu'minin nuvellihi ma tevella ve nuslihi cehenneme ve sa'at mesira degan şu ayetni tepip chiqib mana şu delil şu deb bergan deydi. Hamda her arkadaşlar kerak bir mezhepning peshvosi imomi turib bu ijmo delillab turib devini bo'lmay so'g'andi deb bermam degan desa, ya ular buni xuddi bir ilmi daruriydek bu ijmoning dalilligini sahobalarning zamonida tortib bir ilmi daruriy qatori bilib kelganligi uchun uni bir ilmi daruriy degan bir dalil istidlol dalil izlash ketmaydi-da. Ama İmam Şafii radıyallahu anh usul fiqh ilmini o'ttirib qo'ygan zot bo'lganda usul fiqh ilmi deganga delillarni delil bilim bo'lgandan keyin dalillarni keltirish kerak. Keltirish kerak bo'lgandan keyin İmam Şafii yozib qo'ygan, keyingi bizga hozir oson bo'lib ketdi. Biz ham qalabdan ha dalilni mushkil deb topgan bilan shu dalillarni Qur'oni Karimda aqtirib topgan o'tirib qo'ygan olimlar İmam Şafii'dek endi katta olimlardir. Ve li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kavline dedin ki la yecma'ullahu hadihi'l ummete ala dalaletin ebeda. Allah Teala bu ümmetni ebedil ebed gumrahlık üstede, azgınlık üstede cemlemeyi diye hadis. Ve Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın kavline dedin ki ma ra'ahul muslimune hasenen fehuve indallahi hasenun ve ma ra'ahu seyyen fehuve indallahi seyyen. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh degan ki Müslümanlar yaxshi deb qaragan narsa Alloh taoloning dargohida yaxshidir. Musulmonlar yomon deb qaragan narsa Alloh taoloning dargohida yomondir degan. Bu hadisni ba'zilar marfu deb hadis deganlar bor, lekin asah bu nima? Mavquf, ya'ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu to'xtab qolgan. Ammo Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu to'xtab qolgan bilan bu sahoba bundaq bir Alloh taologa nisbat deydigan shu o'zi xalab demaydi-da, tabiiy Rasulullohning anglagan gapni deydi. Islom dinini tushungan tushunchasi bo'yicha deydi. Yana birga bu hadisni örfiga dalil qilib keltirdi, ya'ni örfi. Örf odatning dalili ham musulmonlarning urf odatining ham kuchga ega ekanligini bu hadis dalil bo'ladi deydi. Fa ijma'u hadhihi al-ummati ba'da ma tufiya Rasulullah. Hamda bu ummatning ijmosi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafatlar bo'lgandan keyingi bu ummatning fi furu'id din, yani dinning tarmoqlarida birlik kelishi hujjatun qat'iyyatun mujibatun lil amal. Ya'ni bu qat'iy hujjatdir, amalni vojib qiladi deydi. Amalni vojib qiladigan kaskin qat'iy hujjatdir. Hamda bu yerda furu'uddin deb qo'ydim. Furu'uddin deyishga sabab chunki fi usuluddin Alloh taolo al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum islom dinan degan oyat bilan ya'ni usuluddin kamillab bo'lgan. Usuluddinga endi bir ijmo qilish ketmaydi. Usuluddinning hamma hukmlari to'liq bor. Ammo yani fi furu'uddin degani ya'ni furu'uddin dinning tarmoqlarida mazhabdagi masalalarda yangi masalalar Qur'oni Karim hadis shariflarda hukm uchuq bayon qilinmagan kelgan masala maydonga kelishi mumkin. Bunda masala maydonga kelib qolgan chog'da shu chog'da qiyos ijmo qiyoslarga tayinlab chiqadi. Shu chog'da bunda birlik kelgan bo'lsa musulmonlar payg'ambar ummati bu kaskin hujjat bo'ladi degan gap. والمعتبر في هذا الباب إجماع أهل الرأي والاجتهاد. Endi mushu babdagi eng mu'tabar inovatga elinadigan qoida nima? Qanday ijmo desa, ya'ni ahli ra'y va ijtihad, ya'ni haqiqiy ra'y, ko'z qarash ahli va ijtihad ahlining ijmosidir. Anda udil kelgan odamlar, ammatun nas yoki boshqa sohadagilar yoki bir abda ilmda o'qimagan ulamo rasix emas, ijtihad maqomiga yetmaganlarning birlik kelgani hisob qilinmaydi. Fala yu'tabaru bi qawlil avam. Anda olgandan avamun nasning qavli itibarga. Haqiqat avamun nas bütün dünyanın adamları birlik kelgan bo'lsa, avamun nasning ko'z qarashi bu ijmo masalasida e'tibor qilinmaydi. Vel mutakallim, ya'ni mutakallimullarniki, kalamshunaslarning gapimi fiqh usul fiqh bilimida bu nimaga inovatga ilinmaydi. Vel muhaddislarning birlik kelishimi fiqh bilimida nima la yu'tabar, xato ilinmaydi, inovatga emas. Fa innahu la basirata lahum fi usulil fiqh. Çünkü ularning usul fiqh haqida, ya'ni usul dinda biz qaptim. Usul fiqh bo'lishi bo'z to'g'ri bo'ladi bu. Çünkü ularniki, yani avamun nasning, mutakallimlarning va muhaddislarning usul fiqhida ma'rifat nazariyasi yo'q. Yani ularning taxassusi, ularningki nima qilingan, ular maxsus alohida tunilgan
tadqiq qiladigan fani usul fiqh fan emas, fiqh fan emas. Bular ya bir aqidashunos, kalamshunoslar yoki bo'lmaydi hadisshunoslar yoki avomilnoslar. Unda bo'lgandan ularniki ijtihod, ularniki ijtihodiy va ijmosi nima e'tiborga ilinmaydi. Bu yerda e'tiborga ilindig'ini faqat va faqatla mujtahidlar bo'lishi kerak. Har zamondagi mujtahid olimlar bo'lishi kerak. Vel icma'u ala arba'ati aqsam. Endi icma shunda olib 4 qismga bo'linadi. Birinci icma'u sahabati radhiyallahu anhum. Yani birincisi sahabalarniki ala hukmul hadiseti nassan. Birer hadisini hükmüge nes keltirgan holatda birlik kelishi. Ke icma'ihim ala hilafet Ebu Bekir. Ularniki Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh'ın halifedeki birlik kelgine okşar. Çünkü Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh'ın halife buluşuna Resulullah Ebu Bekir halife bolsa onda uçuk vasiyet kaldırmayı ketip kalgan idi. Ama sahabelerimiz birlikte Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh'ınki halife buluşun koşulup hemmesi nas uç aşkarda biz sizin halifedeki razı bulduk beyat verip hemmesi birlik geldi bu ne ataldı icma nası dep ataldı. Bu Kur'an'ın hükmüyle okşaş kat'i hükmünü ifadeleydi. Hem bu hükmühü bunun hükmü huve kat'iyyun bi menzileti ayetin min kitabillahi teala fe yukefferu cahiduhu. Bunda icmanın hükmünü verirse yani bu Allah Teala'nınki bunda icma Allah Teala'nın kitabında olan bir ayetinin ornudadır. Kat'idir. Bunda icmağı inkar kılan adam kafir buludu. Yani Ebu ki arkanda adam Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh'ın halifedeki inkar kılırken ne buldu? O kafir buludu. İkinci icma'u sahabeti bi nassil ba'di ve sukutil ba'di. Hem de ikinci xil icma sahabaların icması. Sahabalarındaki bazı nes bir sözünü de sözleydi. Ve kalgını şu sözge sükut kılıdı. Razı bulup hedef sükut kılıdı. Bu şu icma sukuti de batılıdı. Ve yukalu lehu icma'u sukuti. Bunun icma sukuti değildi. Ke icma'ihim ala qitali mani'iz zekat fi ahdi Ebu Bekir. Yani ulanınki Ebu Bekir radhiyallahu anh zamanında zakat vermege uruş kılışıga birlik kelgine okşar. Ebu Bekir Sıddık radhiyallahu anh eğer mendin bir adam Resulullah vataqandan keyin bir qism adamlar zakat bilishdan bosh tortgan va biz namoz o'qisak zakat bermasak degan gapni aytganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu agar mendan zakatni umumiy zakat emas bir dona o'g'loq kichikina bir kichik quzini bilishdan bosh tortadigan men u bilan adoq qilib jang qilaman kurash qilaman degan edi. Mana shunda hamma sahobalar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu keyin kelgan edi. Shu ijmo sukuti. Va hattoki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tarovih namozini 20 rakatga apırıp Ubey ibn Ka'b qaraqını keyinli juplab qo'ygan edi. Mushu ham sahobalar hech qaysi Umar roziyallohu anhuga inkor qilmagan edi. Mushu ham ijmo sukuti qatoriga kiradi. Hukmuhu hamda bunda ijmo sukutining hukmi huwa qat'iyyun aydan va la yukaffaru jahiduhu. Bu ham qat'iy. Bu ham qat'iy hukmi qat'iy bo'ladi. Va la yukaffaru jahiduhu. Buni inkor qilgan lekin kafir bo'lmaydi. Farqi ijmo nassi bilan ijmo sukutining o'rtasidagi farq faqat ya'ni bunu inkar kılan kafir buluş ya kafir bulması meselesinde. Üçüncüsü icma'u men ba'dahum. Hem de şu sahabelerden kimkilerin icması. Fîmâ lem yüced fîhî kavlu selef. Bunun da yani selef. Üzünün aldığı alimler, üzünün aldığı ötken sahabe ya tabi'in ya tabi'in. Bu üzünün aldığı ötken alimlerden bir meşkandak bir mesele, hüküm kemigen bir mesele meydana çıkan olsa, yığını peyda olan olsa, şu meselede şu devirdeki bir müctehid alimler birlik kelgan olsa, bu üçüncü icma buludu. Bu icmanın hükmü huve bi menziletil haberil meşhur. Meşhur haberinin menziletidir. Yani meşhur boğan haberinin ornudadır. Yufidu tuma'ninete dunel yakin. Bu ilmi tuma'ninen ifadeleydi, ilmi yakinlemez. İlmi yakinlemez, ilmi tuma'ninen ifadeleydi. Yani bu hem imtihan küçük diye yapayım, bu küçük. Dördüncüsü icma'uhum ala ahli akvalis selef. Hem de ulanın dördüncü icma olsa yani selefnin kavulleri yani selef degenimiz kim? Selef degen sahabe, tabi'i, tabi müşemmis selef. Ya ki sahabenin bir kavli kelgen, bu sahabenin kavliga bir zamandaki alimler bir müctehid alimler birlik kelgen olsa, bir sahabenin bir kavliga bu kavlinin aksi mi var? Sahabeninki ya karma karşı hilaf gap var, ki hilaf gap olmasa yani selefnin kavlinin birge degan gap ya bir tane söz kelgen mesela selefin bir tane seleften söz kelgen yoki bir qancha söz kelgen şu sözden bir sözge bir zamandaki müctehid alimler birlik kelgen bolsa bunun hükmü ne buludu? Bir mezdet haber vahid. Bu haber vahidning o'rnida buludu. Yujibul amel dunal ilm. Bu amelni vacip kılıdı, ilmin yakını vacip kılmaydı.
ve yekunu mukaddemen alel kıyas. Kıyasdan aldığı koyuludu. Bunda icma hem kıyasdan aldığı koyuludu ki haberil vahidi. Haber vahidka opmu okşaştır. Deydu. Benim de hulasetul kelam. Hulasetul kelam. İcma meselesi intayin güçlük delil deniyor. İcma meselesi intayin güçlük delil. Çünkü bunun da birlik var da. Bunun da birlik var. Müslümanların alimlerinin birlik var. Müslümanların gücü var. Gücü bağlılık için yedullahi alel cema'a. Cemaat ki Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetini demede azgınlık üstünde birlik keltirmeydi. Birlik kelgen işte bereket var. Birlik kelgen işte hakikat var. Şunun için bu birlik yani müctehid alimlerin birlik kelişi degan nimettir kavim için nimettir. Acayip katı rahmettir. Lekin bu işler intayin zor. Bu birlik keliniş intayin kıyın. Hem de birlik meselede kelgen meselede müşkül yok. Bunda ihtilaf mı yok. Birlik kelinmegen meselede bir ihtilafnamız birlik kelinmegen meselede çıkılıp ama birlik kelinmegen mesele emmesi kıyas babı kalıdı. İnşallah artık dersimizde kıyasını sözleyimiz. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halkı seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve rahmetke ya erhamer rahimin.